Do'stlar, sayohatimizni bugun 34-kuni Vladivostokdan Ufaga qarab qaytamiz. Mana Ikat Family Restaurant Krasnoyarsda biza. Hozir shu restoranni xo'jayini bilan gaplashamiz. Aka, shu Ikat restoranni xo'jayini bo'ladilar. Islom aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi akajon. Zo'rmisiz? Rahmat akajon. Men bilishim bo'yicha profilingizdan rahmat. Profilingizdan ko'rdim, siz уже stomatolog ekan-a? Da. Stomatologga bunaqangi restoran ochish qayerdan keldi fikr? Bu fikr o'zimiz mana shu akam bilan nima qilganmiz? Bu akamning asobni ideyalari, restoran ochish. Akamdan chiqqan bu ideya. Tushunarli. Restoran ochish. Krasnoyarskka qayerda turamiz aka? Biz Krasnoyarsk улица Переулок televizorniy adinda turibmiz. Bo'ldi. Siz o'zingiz qayerdan bo'lasiz? Biz O'ratepa, Zafarobod, O'ratepadan. Tojikistonning O'ratepa shahri Istaravshan, Zafaroboddan bo'lsa. Ichkarini bir ko'rsatib beramizmi? Albatta akajon, keling. Marhamat. Ikat kafesining ichkarisi ko'rinishi. Tak. Islom aka, bu Ikat kafesiga odamlarni nima jalb qiladiki bu yerga kelish kerak? Boshqa Krasnoyarskda kafelardan nima farqi bor? Birinchidan mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bizda interyer chiroyli, juda chiroyli. Mana interyerni ko'ribsiz, hammasi qo'l bilan ishlaganda. Buni biz ustalarni Istaravshandan o'qib, shuni hammasi qo'l bilan nima qilgan. Birinchi interyer, ikkinchi bu vkus. Bizda tam oliy darajada. Qanaqa ovqatlar bor? Qarmani vitrinada ko'raman, shashliklar. Vitrinada asosan shashliklar bor. Shu shashliklar turadigan da. Nima go'shtidan? Qanaqa shashliklar bor? Bu qo'y go'shtidan ham bor. Qo'y go'shti, mol go'shti, ko'renya. Ko'renya bor. Mana bu yerda bizda desertlar bor. Undan tashqari bizda yana 150 xil yana nima ovqatlar bor. Har kun 150 xil tayyorlanadi. Har kun. Yo'q-e. Tushunarli. Bu yerga mana biza где-то 15 kun oldin ham kelganimizda mehmon bo'lgandik. Как раз Elmurod Haqnazarov O'zbekistonda qiziqchi konsert bergandilar. Yana shunaqa mashhur insonlardan kim kelgan? Mendan tashqari. Doston Ergashev kelgan. Doston Ergashev. Dana bitta Xorazmdan yana bitta akamiz kelgan. Yaqinda eshitdimki Jaloliddin Ahmadaliyev kelyapti degan. Ular ham keladimi? Xudo xolisa olib keladi. Ularni silab kelganmi yo'q? Yo'q. Uni bitta akaxonlar olib kelibdilar. Значит, bu haqqoniy Krasnoyarskda eng zo'r kafelardan bittasiga shu yerga kelishganda. Bo'lmasa kelmasdi. Shundaymi? Shunday deb o'ylayman mana. Lekin undan tashqari xudo xolisa o'zi bitta akamiz bor, ular bilan gaplashyapmiz. Xudo xolisa agar to'g'ri kelsa, agar nima dizayn ham kelishlari mumkin. Dizayn al gruppa. Yo'q-e. Tем более men ikkinchi marta kelyapman. Da, xudo xolisa. Qani ichkarilarni ko'rsatasizmi? Qanday keling. Bir paytni o'zida nechta odam kirsa bo'ladi? Bir payt 220 ta. 220 ta. Shuna banketlar ham bo'ladi. Banket bo'ladi. Ikkinchi etajda asobina banket bo'ladi. Ikkinchi etaj mana ichkarini ko'rinishi. Bu yerga ayollar ham kelsa bo'ladi, semeyni. Da. Va semeyni uchun bizda yana kabinalar bor. Komnata ko'rsataylik. Hozir ko'ramiz, birontasi bo'sh bo'lsa agar men sizga ko'rsataman. Qani? Mana bunday kabinalar bor, qablarga odam bor. Mana bunday bu hamma rasmlar qo'l bilan chizilgan. Hammasi qo'l bilan ishlangan. Buni ham Istaravshandan keldi. Da, hammasi kelib, ustalar hammasi. Как раз Istaravshan Kimkul. Kimkul qishlog'ida. Aha. Bunday komnatalarimiz bor. Yana bunday tapshanli komnatalar bor. Endi o'zimizning natsional nimalar. Ular hammasi bilan vobshe zo'r. Tapshanli. Hammani qiziqtiradigan savol bor-da. Darrov hammani xayoliga keladigan bunaqangi biznesda qancha ishlab topsa bo'ladi oyiga? Oyigami? 2-3 million. 2-3 million. Чистый доход qilsa bo'ladi. Да, чистый доход bo'ladi. Это возможно. Da. Agar harakat bo'lsa bo'ladi. Vobshe zo'r. Mazali ovqatlar bo'lsa agar, to'g'rilar yaxshi bo'lsa agar bo'ladi. Bunaqa o'zimizdan kelib restoran ochganlar ko'pmi bu yoqda? Bu yerda ko'p. Akalar ochgan-da. Конечно, o'zimiz Tojikistondan ko'p akalar ochgan bu yerda. Endi ular sal uzoqroqda-ku, shu Krasnoyarsk emasda. Ikatning ma'nosi nima aka? Nimaga ikat deb nom qo'ygansizlar? Ikatning ma'nosi bu ideya ham akamdan chiqqan. Ikat ma'nosi o'sha Atlas, Adras, ikat deyishadi. Yana eshitgan kimam bitta joyda ikatning ma'nosini aytyaptilarki, nima, birga bo'lishda. Shunday ma'nosi. Gap yo'q. Akangiz qayerdalar? Akam yo'qlar o'zi, akam uyda. Iloyim ishlaringga omad aka. Sog' bo'linglar, bunaqangi biznesmen akalarimiz, ukalarimiz ko'payishaversin. Xo'sh akajon. Xursand bo'ldik kelganingiz uchun. Sog' bo'ling. Lekin men sizni kutgandim aka, to'g'risi. Gap yo'q. Biz ham niyat xolis bo'lgan ekan. Keldik, rahmat sizlarga. Akajon, sizga ham rahmat aka. Sog' bo'ling, ishlaringiz omad aka. Rahmat akajon. Sizga ham o'xshaydi. Rahmat.